حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد. Qachon kishi kasal bo'lib qolsa, davo izlashni boshlaydi. Biroq faqat bir turdagi davo mavjudmi? Yo'q. Davo ikki turli bo'ladi. Birinchisi shifokorlar tavsiyasi bilan kasalxonalarda beriladigan davo yer malhamlari. Ular juda muhimdir. Bir kishi payg'ambarimiz alayhissalomdan: "Ey Allohning rasuli, davolanaylikmi?" deb so'radi. U zot: "Ha, ey Allohning bandalari, davolaninglar. Chunki Alloh qaysi bir dardni bergan bo'lsa, albatta uning davosini ham bergan. Faqat bir dard bundan mustasno" dedilar. Shunda ular: "Yo Rasululloh, bu nima?" deb so'radilar. U zot: "Qarilik" deb javob berdilar. Qarilik bu yosh o'tgan sari tananing quvvatsizlanishidir. Buning davosi yo'q. Shunday ekan, agar kasal bo'lib qolsangiz, davolanishingiz lozim bo'ladi. Shu bilan birga davoning ikkinchi bir turi borligini ham unutmang. Samoviy davo. Yer malhamlari yerdan olinsa, samoviy davo samodan nozil bo'ladi. Yer malhamini maxluqdan so'rasangiz, samoviy davoni Xoliqning o'zidan so'raysiz. Nabiy sallallohu alayhi va sallam hadislarining birida Alloh shifo beruvchidir dedilar. Samoviy davo nima? U duodir. Alloh taolo yoki nochor odam duo qilganda ijobat etadigan va yomonlikni aritadigan zot yaxshimi deydi. Bemor kishi o'zidagi yomonlikni aritishga hamda shifo topishga muhtoj bo'ladi. Alloh taolo ixlos ila duo qilganlarga ijobat qiladi. U zot uchun osmonlar u yerda iloji yo'q narsaning o'zi yo'q. Lekin bu odatiy dorilardan voz kechib, duo bilan kifoyalanish kerak deganimi? Yo'q, albatta. Bu ikki turdagi davolanishdan foydalaning. Xo'sh, shifo so'rash uchun qaysi duolarni o'qimog'im darkor? Bu savolga javob berishdan avval bir narsaga e'tibor qaratish lozim. Duolaringizda xato qilmaslikka harakat qiling. Xuddi dori iste'mol qilishda xatoga yo'l qo'yilsa, bemorga zarar bo'lgani kabi, samoviy dorda ham xato qilish zararga olib kelishi mumkin. Nega? Sababi siz shunday so'zlarni aytishingiz mumkinki, bu so'zlarning foydasidan zarari ko'proq bo'lishi mumkin. Shu sabab ham duolaringiz Qur'on va sunnatga muvofiq bo'lishiga alohida e'tibor bering. Bu rivoyatga quloq soling. Payg'ambar alayhissalom ozib, jo'jadek bo'lib qolgan bir musulmonni ko'rgani bordilar. Bas, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga: "Biror duo qilganmiding yoki biror narsa so'raganmiding?" dedilar. "Ha, Allohim, meni oxiratda iqob qiladigan narsangni bu dunyoda yo'q bergin degan edim" dedi. Subhanalloh. Axir bunga chiday olmaysan. Allohumma atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar desang bo'lmasmidi dedilar. Bas, u kishi: "Allohim, bizga dunyoda ham yaxshilik, oxiratda ham yaxshilik bergin, bizni olov azobidan saqlagin" deb duo qilganda, Alloh unga shifo berdi. Shuning uchun ham avvalo duo qilayotganda to'g'ri so'zlardan foydalanish kerak. Va agar payg'ambarlar qilgan duolardan foydalansak, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Eng afzali Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qilgan duolaridir. Qanday duo qilishimiz kerak? Yozib oling. Birinchi duo bu hozirgina aytib o'tgan Nabiy alayhissalom o'rgatgan duolari. Allohumma atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar. Ma'nosi: Allohim, bizga dunyoda ham yaxshilik, oxiratda ham yaxshilik bergin, bizni olov azobidan saqlagin. Shuningdek, Qur'onda Ayyub alayhissalom duolari ham keladi. Va Ayyubning o'z Robbisiga nido qilib: "Albatta meni zarar tutdi, sening o'zing rahimlilarning rahimligisan" deganini esla. Alloh taolo bunga javoban nima dedi? Bas, biz uning duosini ijobat qildik, unga yetgan zararni ketkazdik dedi. Bu buyuk duo bo'lib, solihlar doimo ushbu duoni o'qib kelganlar. Bir kuni Rabi'a ibn Kulsum tish og'rig'idan shikoyat qilgan Hasanning oldiga kirgandi. Shunda u: "Meni zarar tutdi, sening o'zing rahimlilarning rahimligisan" deyotganini eshitib qolgandi. Yana shunday samoviy davo borki, undan foydalanayotganda bemorning og'riyotgan joyiga qo'lni qo'yib turishi lozim bo'ladi. Bir kishi Nabiy alayhissalomga jasadida paydo bo'lgan og'riqdan shikoyat qildi. Shunda u zot alayhissalom: "Qo'lingni jasadingdagi og'rigan joyiga qo'y va 3 marta bismillah, 7 marta a'udhu billahi va qudratihi min sharri ma ajidu va uhadhiru" degan dedilar. Ma'nosi: Allohning qudrati ila o'zimda his qilayotgan narsaning yomonligidan panoh tilayman
Shuningdek, siz yana Ixlos va oxirgi 2 Falaq va Nas suralarini o'qib dam solishingiz ham mumkin. Qachon Nabiy alayhissalom ahllaridan biron kishi og'rib qolsa, 2 kaftlariga Ixlos, Falaq, Nas suralarini o'qib bemorga surtar edilar. Mo'minlar onasi Oysha radhiyallohu anha aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam to'shaklariga yotsalar, kaftlariga suflab Ixlos, Falaq va Nasni o'qir, so'ng tanalariga surtar edilar. Qachon o'zlari bemor bo'lsalar, bunday qilishni menga buyurardilar. Qadrli birodarlar, bu duolar bilan kishi o'ziga shifo so'rashi mumkin. Shunday ekan, ushbu duolarni o'qib, shifokorlar tayinlagan muolajalarni olishni davom ettiring. Har ikkisida ham siz uchun xayr bor. Ulug' arsh egasi bo'lgan buyuk Allohdan o'zining go'zal ism-sifatlari orqali barcha bemorlarga shifo berishini so'rab duo qilaman. Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarning suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling. Madina Studio TV, ilm ila iymon sari yo'l, ilm ila iymon sari yo'l.